Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun bizda mini obzor bo'ladi yangi modelimizga RF 426 MDBG IBI 426 litr multidor black glass. Ya'ni I bu invertor motorini bildiradi, BI degani bu polustроенныйligini bildiradi. Xo'p, годовой расход 379 kW bo'ladi. Litraj bo'ladigan bo'lsa, холодильник kamerasi 291 litr, morozilnik kamerasi 135 litr. Invertorli motor 10 yil garantiya beriladi va 3 yil mahsulot tozaga garantiya beriladi. Buni oynasi qora bo'lgani bilan blestkalari bor. Oddiy chomli qora emas, blestkali bo'ladi. Sensorli upravleniya bo'ladi hamda. Ham ichiga o'tadigan bo'lsa, polkalari chomli sherry ko'rinishda qilingan. Eshigida 4 ta polkasi bor, ichida 3 ta polkasi bor. Orqasida metal cooling, UAP fresh hidlarni yo'qotish uchun fresh zonasi bor. Fresh zona boksi bor alohida. Bu zonani sizlar tablodan gradusini nastroyka qilsanglar bo'ladi. Mana bu convertible selectda bossanglar 3 xil variatsiyasi bor. Minus da ishlaydi, 0 da ishlaydi, plus da ishlaydi. Xo'p, morozilnik kamerasi bo'ladigan bo'lsa, 4 ta boksi bor, полноценный, 2 ta ochuv polkasi bor. Xo'p, eng afzallilaridan bu холодильник 75 cm eniga bo'ladi, 60 cm chuqurligi bo'ladi. Eng afzalli tarafi bu polustроенный bo'ladi. Mebelga minimalniy zazor qoldirib, ustanovka qilsanglar bo'ladi.